Ya kelib bo'lishdimi? Vallahi men shogirdga beraman-da. O'zim boraman. Hurmatli tomoshabinlar, men o'zim osh qilishni yaxshi ko'raman. Ichkarida osh damlab, oshpazlik kelganda esimdan chiqib ketdi-da. Ishtaqa bilan berilib ketdim biz. Endi oshpazlar oldiga boramiz. Shoshib bormasak bo'lmaydi oshpazlar oldiga. Lekin o'yinni qatnimi bo'lyapti. Bu 10-soni. Hamma kuzatib boringlar Botirachchiq chempionatini. Sizlarni ham kutamiz. Xalq maza qilsin. Ketdik, yugurdik. Bormasak bo'lmaydi. Kech qolib ketdi o'zi odam. Okey, tushunibsizlar, charchamasizlar, oshpazlar, hurmatli oshpazlar. Yaxshi yetibsizlarmi? Mana osh qilishni yaxshi ko'raman, shuncha berilib ketib qolman. Sizlar kelganingizdan xabarim yo'q. Tinchmisizlar, yaxshi keldinglarmi? Rahmat aka. Qani ilohomiy tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. 10-sonimizni ham ochuvdi deb e'lon qilamiz. Barakasini bersin, hamma omadini bersin. Okey, tuzumsiz, charchamasizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Okey, qayerdan siz oshpazmisiz yo vedushiymi? Qiziqasizmi? Qanaqa bir ozgina ma'lumot bersangiz. Oshga qiziqaman. Oshga qiziqasiz. Ha, Sergelidan keldim. Sergelidan. O'zim Samarqandliman. Samarqandlik. Ismingiz? Abror ismim. Abror. Okey, tanishgandan xursandman. Necha kilo osh damlayapsiz? Hozir Nima osh? Qanaqa osh damlayapsiz? bu Sitora osh. Sitora osh. Samarqandda Sitora osh degan bilan Samarqandliklar bu oshni, Samarqandliklar bu oshni biladi. Sabzilar ko'pikcha to'raladi. Qolgan hammasi Samarqand zag'roshda ketaveradi. Ha, bo'ldi. Okey, omad. Rahmat. Xudo xolisa yeymiz buni ham. Okey, tuzumsiz charchamasmi? Yaxshi keldingizmi? Tinchmisizlar, uychilar hamma, bola chaqa. Okey, oshpazmisiz, vedushiymi? Qanaqa ozgina o'zingiz haqida ozgina ma'lumot bermasangiz bo'lmaydi? Oshpazlik Shuncha xalq hobbi aka turibdi. bizga. Hobbi oshpazlik emas. Bobom, dadam oshpaz bo'lganlar. Avloddan. Avloddan o'tdi, yaxshi. Inshaalloh. Nima osh damlaysiz bugun? Xudo xohlasa to'y oshi. Qarashim bo'yicha bir 3-4 xil yog' turibdi. Yo, u Fix mix bo'lmaydimi? Qanaqa? o'zimizda bu yerdan to'y oshiga qo'shiladigan ot go'shtdan bulyon, ot yog'i, sig'ir yog'i qo'shiladi. Dumba? Dumba. Ha, yaxshi. Dumbaga bo'ladi. Novot, tuz. Novot endi ozgina shira berish uchun. Ismingiz Umarjon. so'ramanman, shoshib ketdim. Umarjon. Okey, tanishgandan xursandman. Rahmat aka. Ishtirokchilarimiz bilan tanishib oldik, xudo xolisa. 3-ishtirokchimizcha sir bo'lib qoladi. Uni oxirida aytamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boringlar. Chunki oshlari ham, o'zlari ham sirli bo'lyapti. Oxirida aytaman, boshqa iloji yo'q. Ham bo'lmaysizlar. Hammanglarga omad. Osh chempionati ochuvdi deb e'lon qilamiz. Barakasini bersin, okalar. Rahmat. Qaytar dunyoda mana ayoqda osh ko'layotganda oshpazlik bo'lib qolishibdi. Oshpazlar qayertasizlar? Qarab oringlar. Oshpazlar. Mana Botir. O'zim damlayman uchalasizlar. Ya tinchmisizlar, charchaysizlar, qatib yuribsizlar. O'zimga qaytardinglar. Boya birinchi mendan oldin kelib sizlarni kuttirib qo'ydim. Oshpazlar charchab qolmadinglar degan umiddaman. Hammanglarga omad. Qani start beramiz. Ketdik.
Oshpazni dardini oshpaz tushunadi. Bir chanqoq bosdi, qavar olib qo'ying. Charchamayapsizmi aka? Cho'msizlar. Bunaqa suvga oshpazni dardini oshpaz tushunadi. Mikro suvlarni ko'ring. Mikro suvlarini. Cho'msizlar, charchamayapsizlarmi? Rahmat. Nima bo'ldi o'zi? Nimadir bo'ldi. Aka milliy ko'larni ko'ring. Uni ichasiz, Dubayga uchasiz. Aka, sirli oshpazimiz. Uni Motorachiqon chempionat taqdirda bo'lmagani bo'lyapti. Milliy ko'lamni ko'rasiz. Homiylarimiz shu, lekin bunaqa oshpaz dardini oshpaz tushunadi. Aka, omad hammanglarga. Charchamanglar. Gazini bosamiz, aktiv bo'lamiz. Davay. Jizzasidan chiqib ketdi-yu. Ikkita qozonni jizzasi bor. Sizniki jizzasi yo'q edi. Qobidami? Qobida. Bo'ldi, keling. Ana jizzalarni hatto mehmonlarimizga olib boring. Degustatorlarimiz kelgan. Xullas, charchamanglar, mehmonlar xabar oling. Qani, qorninglar to'q bo'lsa, suv jizzadan ko'ringlar. Sayfi. Rahmat.
charchamaysizlar, bizlar mana guruch soladigan jarayonga ham keldik, xudo xolasa. Ha, sog' bo'ling. Kayfiyatlar qalay? A'lo. Ha, A'lo. charchamaysizmi? Rahmat. Boshqacha sayravotdi. Xudo xolasa. Hididan, ko'rinishdan yaltiryapti. Inshaalloh. Qanaqa bo'lyapti? Yaxshimi, kayfiyat qalay? Zo'rmi? Zo'r aka. Qo'rquv yo'qmi? Ha, Nega qo'rquvlar aka? ya o'sha aytolmaymi? Qo'rquv bilan o'tib turmasdingizmi? To'g'rimi? Yo'q, yo'q. Yazilib olsin hozir. Sizniki sitor palovida Samarqandcha. Sitora palov. Sitora palov Samarqandcha. Sizniki to'y oshi, ha? To'y inshaalloh aka. Xudo xolasa. Bekobodcha to'y oshi. Ha, Bekobodcha to'y oshi. Sirli oshpazimniki, sizniki ham to'y oshi, ha, aka? Xudo xolasa. Aka, hammanglarga omad pishgandan keyin kelaman. Hujumga o'taman. Ungacha sizlarni bezovta qilmayman umuman. Rahmat. Hurmatli oshpazlar, oshlar tayyor bo'ldimi? Tayyormisizlar? Hayajon yo'qmi? Yo'q. Qani aka, tayyor bo'lsa bosamiz, suzamiz laganlarga, juriylar kutib qolishdi. Qani hop, o'ta oshlar. Ana sirli oshpazni oshi sayrabdi. Mana Bekobod toshi ham sayrabdi, ko'rinishi hidi boshqacha cho'ti. Ana sitor palovni ko'raylik Samarqandcha. O yig'ilibdi aka. Uni chiqaring, o'zi yuguryapti. Saxalaq bermaysizlar, laganlar suzinglar. Hammanglarga omad. Biz xizmatdamiz.
Mana oshlarimiz ham tayyor. Oshlar lekin sayragan. Hammani taklif qilamiz Botiratchi boshga. Bular zo'r hammasi. Faqat oxirgi daqiqalar oshlar sayragan. Nima deyishni ham bilmayman, gap ham topa olmayman oshlar sayraganda. Oshlar zo'r chiqqanda oshga gap top bo'lmayapti. Hamma tayyormi? Eng hayajonli daqiqalarga keldik, eng hayajonli daqiqa. Shunda osh olib kiramiz, 5 minutga javob chiqib turibdi. Shumbola meni chop ketdi, vohi ikkalasi. Vohi ikkalasi, shumbola ikkalasi meni chop ketdi, qarab tursin. Ular bilan urushgan bor bo'lmasa-gan, dengizga safarga ham chiqib bo'lmasa-gan. Cho'ktirib ketar ekan kemada. Mana assalomu alaykum, so'zlar charchamasizlarmi? Qani. Sizlarni mehmonga chaqirganmiz, faqat haqiqatni gapirasizlar. Faqat haqiqatni gapirasizlar. 3 xil Botirga 3 xil osh bu yerda. 3 xil. Xullas 3 xil oshga faqat shaffoflikni berasizlar, yeysizlar, haqiqiy javobni berasizlar o'tga. Unaqa tanish bilish bo'lmaydi. Chestlik bo'ladi. Sizlar prokuror, men advokat, oshpazlar tarafi men olaman. Bo'ldi. Gap bo'lishdi. 5 minutda kelaman. Osh bo'lsa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'shalar olayotganingiz his qilib ketdi. Qo'shilib nima bo'lsa bo'ladi, ora. Keyin o'tamiz hozir. Qani? Qani bolalar? Almashilik. Laganni almashamiz. Da, guruch alma bo'lib. Qani hozir. Bu, qani? Guruch ko'pligida guruchning ta'mi bo'lmayapti. Ramazanlarga to'g'ri kelganimizni bo'ladi-da. Xastalangan ta'timlar. Hozir mana. Qani? Ana shuni bering-da, cho'ta biz bu ikkitasini ko'rib bag'illaydi. Uni o'rtaga qo'yinglar, uni o'rtaga chiqaring. Shuni shu. Yo'lda nima deysiz fikringiz? Men fikrim ushlaganda qoldi, o'g'lim. Ha. Hamma o'zini juda shirin. Bekzod Samarqandda qoldingmi? Oxiri yeganim uchun cho'tiram yaxshi. Lekin qolgan pishgan nimalar mevalar zo'rda, vashi. Paqamaysan. Ha. Bu Samarqand oshi cho'tki pishgan. Ayva. Samarqand cho't pishgan. Osh chempionatini 10-sonini baholashga kirib ketamiz. Video qizig'i, kuzatib boringlar oxirigacha. Yo'ldan to'g'risiga o'xshab qolasiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Charchamadinglarmi, so'msizlar? Degustatorlik qilib. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, zo'r hammasi. Oshlar qanaqa? Sayraganmi? Bir-biridan o'tganmi? Endi mamlakatda boshlaymiz. Xudo xolisa 3 ta oshni mazasini ko'rdik. Endi oshchi yomon deb bo'lmaydi. Hammasi bir-biridan go'zal. turibdi. Bitta men o'zim fikrimni aytib o'taman. O'rtadagi lagandagi osh ozgina yog'da qolib ketgan. Pishgan guruchi, yog'da qolib ozgina qo'jiragan guruchi. Samarqand oshiga keladigan bo'lsa, Samarqand oshida tuzlari ham, hamma narsa me'yorida, mazasiga ham gap bo'lishi kerak emas, chiroyli pishiribdilar lekin kim bo'lishidan qat'iy nazar. Mana bu oshimiz. Bu lagan nechinchi lagan bilmayman. Hamma narsasi zo'r. Me'yorida, shirin, go'zal. Sal tuzdan ozgina kam solibdilar tuzini, lekin qolgan joylari zo'r. O'shaning uchun men o'zimning fikrim, mana shu laganni tanlayman. Birinchi oldimizda turgan lagan. Bulaganchi, bulagan. Yo'q, hozir bular o'zlari fikri. Bu meni fikrim. Meni fikrim, misol Samarqand oshi yedim, hamma narsasi joyida, zo'r chiqqan haqiqatdan. Men Samarqand oshini tanladim. Mana shunda qoldim. Sababi xo'p, to'ppa-to'g'ri men o'yladim, guruch tirirotsam dodam aytdilarki, bu guruch yog'da ko'proq qolgan dedilar. Chusut qildim bu narsani, lekin mazasiga uchaloviga просто bomba Botirga to'g'ri fikrni aytinglar deganingizga. Yo'q. Mana kim qildi buni даже men bilmayman. Mashlaganda qoldi. Sizlar bemalol qolganlar fikrini olib turinglar, men yeb qo'yaman. Endi men sizlarni
Prosta chaqirgani kimdir bloger kelibdi, kimdir artist kelibdi deydi, unda Yo'q, emas. yo'q. Sababini aytaman, endi xalq ichida yuribsizlar, ko'p joyda osh-ovqat yeb yuribsizlar. O'shani bilganingiz uchun sizlarni spesial chaqirtirdim. Misol ichingizda artist ham bor, misol aktyor ham bor, bloger ham bor. Endi Biznesmenlar ham bor ishimizda. biznesmen, o'sha universal bo'lgani uchun sizlarni chaqirtirdim. O'shanga bir ovozdan qaysilaganga ovoz beramiz. Men o'sha fikrimda qolaman. Ko'proq foizini olsa o'shanga qarab Ha, chunki har bittasidan yeb ko'rdim. Endi biz vodiyda yeb o'rganganmizda, mavzularda. Vodiy o'zi yumshoqroq edi Ha, birinchi. yumshoqroq. O'shuning uchun menga bu ikkalasini guruch ozgina nima deydi? Tirikroq tuyuladi. Tirikroq, ha. Mana, Sen nima deysan? Gap yo'q. Menga ham o'sha tuzi sal pastroq, lekin anaqalar Zo'r. 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 Mazasi hammasi bir-biridan yaxshi, lekin menga yumshoqligi. Alibek Sadiqovdan eshitamiz. Savar qoshi yoqdi. Savar qoshi ikkita. Xo'p. Bekzod. Samarqand oshi. Uchta. O'rtadagi oshda. Neytralni oshda qoldi. O'rtadagi osh. Baxtiyor. Unda hozir 3 ga 3 bo'lib qoldik. Qaysin tanlaymiz endi, qaysini? Tanlaylar mana. Men fikrimni hech qachon o'zgartirmayman emas, lekin haqiqatan zo'r saboydi. Lekin zo'r fikr bor dada. Agar hamma organizmni ko'tarsa, oshqozonni ko'tarsa, qaysi tugasa, o'sha yutuq qiladi. Tanlaganda tanlaylik. Qaysini tanlaymiz? Tanlagan Biri bilan mana shu Mario ikkalovi hozir anaqa bo'lyapti. Samarqand oshi bilan bu osh. Chempion bitta bo'lish kerak, to'g'rimi? yo'q, o'sha bitta, lekin oshlar hammasiga gap Yo'q, gap yo'q. Bittani bari tanlashimiz kerak, Shunaqa oshga e'tiroz yo'q, lekin o'sha fikr Samarqand oshida qoldi lekin. Qarang, men sanoviga ilman adashyapman, noto'g'ri bo'lyapti. Hop. Bizda hozir 4 kishi, Sayfullo, Yahyo, men, siz 4 kishi bularga tanlayapmiz. Bo'lagan. Mashinaga. Hop. To'g'rimi? Qolgan 3 kishi tanlayapti. Bitta inson bu Baxtiyor neytrallaganda qo'yapti. O'shanda bularga yutyapti avtomatik. Mashinaga yutayotgan ekan birinchidan. Lekin xolisona kimnikiligini bilmaymiz. O'shani hozir endi men ko'tarib ko'raman-da. A, tagidami? Tayyormisizlar? Mana, mana. Ikkinchi qozon ekan. Ikkinchi qozon. Ikkinchi. Ikkinchilagan ekan. Nima bo'ldi? Ikkinchilaganni tanlamaganlar chapay chalish shafsus. Chetda. Botir Achchiqoy chempionatining 10-soniya yakunlari bormoqda. Homiylarimiz Miko suvlari Milliy kola. Oka, endi qizuv joyiga keldi. Kim yutdi deb o'ylaysiz? Aytmasangiz bo'lmaydi, bari. Kim? Oshda qali. Qo'yningizdan chiqdimi oshingiz? Yaxshi hammasi bo'ladi. Ko'ngillimi? Sherigingiz oshchi yeb ko'rdingizmi? Ha, birgalashib yedik. Qanaqa, zo'rmi? Zo'r chiqqan. Oka, endi sizga navbat. Qanaqa? Sherig osh. Yaxshi aka. Zo'r. Osh yomon bo'lmaydi. Hamma osh sayragan ko'rdik. Har bittasiga bal berishimiz kerak. Endi sirli oshpazimiz ko'rsatamiz, ketib qolishibdi. Balki ikkalanglar Nasibda yo'q. shu. Zayo'ga yutgani emas. Kim yutdi deb o'ylaysizlar, aka? kelganmiz. Kim yutdi deb o'ylaysizlar? Ha? Endi shu joyi bitta Qiziq bo'lyapti. qiziq bo'ladi, bitta poddeshka qilinglar. Mana meni Mohiy Futam, Shumol ham zapaska balon ham tashlab qochib ketdi bitta o'zimga. Har gal shunaqa qilyapti. Ulardan urushgan bor bo'lmasa ham, sayohatga ham bor bo'lmasa ham-da. Mayli, ularni qo'yib turinglar. Chempionimizni aytamiz, boshqa iloji yo'q. O'zim ichim ham qizib ketyapti, deb aytmasam bo'lmaydi. Yetaveraman. Ayting. Ichkarida mehmonlarimiz bilan rasm olishdim. Ular u dedi, bu dedi, unisi bu dedi. Oxiri men aytdim, ular prokuror, men advokat, men masala taraf talashdim. Unisi unaqa dedi, men bunaqa bo'lardim, anaqa dedi, bunaqa xullas. Ancha talashganimizdan keyin oxiri bitta to'xtamga kelishdi. Ikkinchi lagan sohibi yutdi. Tabriklaymiz ikkinchi lagan sohibi. Oka, tabriklaymiz. Oka, siz oshingiz ikkinchi o'rin tabriklashdi. Xo'p. Hammalarni tabriklab qolamiz. Bir-biringlarni tabriklasanglar bo'ladi, aka. Tabriklayman aka. Rahmat. Keyingi sezonda Xudo xolasa birinchi o'rinni olasiz inshaalloh. Rahmatjon. Sizlarga ham rahmat aka kelganingiz uchun. Rahmat deb qolamiz. Botir Achchiqoy chempionatining 10-sonini ham yakunladi. Bizlarni kuzatib boringlar. Xalq mazza qilsin. Yashasha.
Rahmat.